Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, yaxshimisizlar? Ustozimiz biroz nasihat qilgandilar. Shuni yaqinlarimiz bilan ulashib qo'yay dedim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar hadis sharifda. Alloh taologa munojat qilib xitob o'laroq aytadilarki: "Ey Alloh, men seni sen mendan talab qilganingchalik taniy olmadim" dedilar. Ya'ni ma'rifatim sen mendan talab qilganingchalik bo'lmadi. Bu nima degani? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jannat va jahannamni ko'rdilar Me'roj kuni. To'g'rimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda iymonning eng cho'qqisi hosil bo'ldi. Ba'zi rivoyatlarda sahobalar o'rtalarida ixtilof bor. Alloh taoloni Robbi azza va jallani ham ko'rgan payg'ambar alayhisalom degan sahobalar bor. Ibn Abbos radhiyallohu anhu bulardan biri. Alal xusus payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda ma'rifatning cho'qqisi aynul yaqin hosil bo'ldi. Shunda ham ma'rifatim komil bo'lmadi deb Alloh taologa munojat qilganlar. Bunday qilib qoliya, qulayroq ekan. Bu yoqda Ayo Sofiya masjidi. Xo'p, demak, inson hayoti dunyoda yasharkan birinchi Alloh taolo tarafga bosadigan qadami bu Alloh taoloning ma'rifati bo'lishi kerak. Ya'ni Alloh taoloni tanish kerak inson. Shundagina unga ibodat qila oladi, shundagina uni yaxshi ko'ra oladi. Agar Allohni tanimasa, ma'rifat ham, ibodat ham, muhabbat ham komil bo'lmaydi. Demak, ma'rifatulloh hosil bo'lishligi uchun nima qilish kerak inson desa, ustozlarimiz tavsiyalaridan Alloh taoloning zikrini ko'paytirish kerak. Buni xuddi ustozimiz tashbihan aytdilar, lillahil masalul a'la. Inson ko'chada ketyapti, qorong'u. Katta ko'chada ketyapti, markabda ketyapti-da, to'g'rini ko'rmaydi yo'lini. Yorug'lik bo'lmasa ko'rmaydi, qop-qorong'u. Qaysi yo'ldan manziliga yetib borishlikni bilmaydi. Lekin chiroq bo'ladigan bo'lsa, birgina chiroq bo'ladigan bo'lsa, yo'lini topishligi mumkin. Endi 2 ta, 3 ta, 4 ta har tarafdan chiroq tushadigan bo'lsa, bu to'g'ridan to'g'ri manziliga yetib boradi. Alloh taoloning zikri ham xuddi shunday deydilar. Yoki qorong'uxonaga kirganda hech narsani ko'rmaydi inson. Bir chiroqni yoqsa, xonadagi ma'lum bir narsalar ma'lum bo'ladi. Lekin 4 ta, 5 ta chiroq yoqiladigan bo'lsa, xonani butunligicha tasarruf qila oladi inson. Xuddi shunday Alloh taoloning ma'rifati ham inson qachonki Alloh taoloni ko'p zikr qilganda qalbi nurlanadi. Allohning nuri, Allohning ma'rifati qalbida hosil bo'ladi. Va mana shu qalbdagi nur orqali Alloh taolani taniydi, ma'rifati ziyoda bo'lib boradi deydilar. Aytganimizdek, bu Alloh taoloni tanishlikka bo'lgan birinchi qadam bu ma'rifat ekan. Endi ma'rifatni ziyoda qilishlik uchun zikrni ko'paytirish kerak ekan. To'g'rimi? Chunki qalblarimizda qoralik bor, g'ashlik bor. Buni ketkazishlikning eng yaxshi yo'li Allohni zikr qilishlik. Aytiladi, fikr qilganing qadar zikr qilasan yoki fikr qilganingni zikr qilasan. Inson qalbida nima bo'ladigan bo'lsa, tilida mana shu zikr qiladi. Mana shuni eslaydi, mana shuni xotirlaydi. Demak, Alloh taoloni qalbimizda eslashligimiz avvalambor, keyin tillarimizda zikr qilishligimiz kerak ekan. Endi Alloh taoloni zikr qilishlik uchun nima qilish kerak? Buni qanday hosil qilamiz? Davomiy Allohni zikr qilishlik uchun deyilsa, Alloh taoloni azamatini, buyukligini his qilish kerak inson dedilar. Masalan, dengiz deganda, dengiz degan so'z 5 ta yoki 6 ta harfdan iborat bir so'z bo'lishi mumkin. Bu tasmiyatun lil musamma deyiladi. Ya'ni mana shu dengizga ism qilib qo'yilgan narsa xolos. Lekin dengizni asl mohiyatini qanday anglasa bo'ladi desa, uni ichki ajoyibotlarini ko'rib, uni haqida fikr yuritib, u haqida izlanib, mana shundagina uni haqiqatiga yetib boriladi. Lekin dengiz degan kalimani o'zi dengizni butun mohiyatini ochiqlab bera olmaydi bizga. Alloh taoloning azim, ulug' degan kalima bilangina Alloh taoloning azamatini his qilib bo'lmaydi. Balki Alloh taoloning borliqdagi yaratiqlariga o'zimiz birinchidan, inson kichik olam, bir kichik olam, odam katta olam deyiladi-da. Ya'ni insonning o'zi bir katta tafakkur maydoni, o'zi haqida fikr yuritadigan bo'lsa.
va bular haqida inson qancha ko'p fikr yuritgani sari qalbida o'sha Alloh taoloning zikriga bo'lgan muhabbat, Alloh taoloni eslashlikka bo'lgan qalbda turtki paydo bo'ladi dedilar. Demak, 4 ta bosqich bo'ldi. Ma'rifatga erishish eng birlamchi masala. Bunga erishishlik uchun Alloh taoloni ko'p zikr qilish kerak. Alloh taoloni ko'p zikr qilishlik uchun nima qilamiz? Alloh taoloni mahluqotlari, yaratiqlari haqida fikr yuritamiz. Mana shundagina Alloh taoloni azamati, Alloh taoloni ulug'ligi qalbimizda hosil bo'ladi. Buni qancha ko'p qilsak shuncha yaxshi. Qancha buni ustida ishlasak shuncha qalbimizda Alloh taologa bo'lgan uni ulug'lash, uni zikr qilish hissi paydo bo'ladi. Va buni agar qalb bilan qiladigan bo'lsa inson samarasi juda tez bilinadi. Dedilar ustozlar, Alloh taolo o'zini taniydigan, qalbi bilan his qiladigan, uni zikr qiladigan, uni eslaydigan bandalardan qilsin. Bu Ramazon kunlarini barchamizga muborak qilsin. Ustoz aytadilar, Ramazon tugagandan keyin qalbimga bir vorid keldi dedilar. Ya'ni bir xayol keladi-ku, shunga o'xshagan narsani vorid deyiladi arabchasida. Hayit kuni dedilar. Uyg'onishim bilan xollik nashuf heyk degan kalima bu ammichaga aytiladi. Ya'ni arablarning lahjasida aytiladi. Doimo shunday qolgin, seni shunday ko'raylik degan bir ma'no keldi qalbimga dedilar. Chunki Ramazonda har kuni tasbih namozini o'qiydilar, har kuni qiyomul layl, undan tashqari sahar vaqti tahajjud o'qiladi, har kuni 6 pora, 7 pora eng kami Qur'on o'qiladi. Gunohlardan, shubhali narsalardan, lag'u, bekorchi narsalardan hammasidan tiyiladi-da endi Ramazonda. Mana shu holatda yashaganingdek yashagin Ramazondan tashqari kunlarda ham degan yozuv keldi bu yerimga dedilar. Ya'ni qalbimga shunday bir ma'no keldi dedilar. Demak, Ramazondan foydalanishlik bu Ramazonning o'zida emas. Ramazonda bunga o'rganib hayotimizni Ramazondan keyingi qismini ham mana shu tarzda o'tkazishlikka turtki bo'lishlik kerak ekan. Ustoz aytadilar, yana mana shu Alloh taoloni bizga bergan ne'matlarni fikr qiladigan bo'lsak, bizni atrofimizdagi biz uchun Alloh taolo yaratib bergan qulayliklarni ko'radigan bo'lsak-da, nahotki uyalmaymiz, nahotki Alloh taolodan hayo qilmaymiz. Meni esingdan chiqardingmi? Nimaga meni eslamaysan? Men senga buyurgan buyruqlarim bor edi. Falonchini, fistonchini aytganini qilasan-ku, meni aytganimni qilmaysanmi? Desa inson hayodan erib ketish kerak o'zi aslida, deyaptilar-da. Mana shu narsalarni ko'z oldimizga keltirib, Alloh taolodan hayo qilgan holatda kunlarimizni, oylarimizni, xossatan Ramazon oyini o'tkazishligimiz kerak deb nasihat qilgandilar. Shuni sizlarga yetkazib qo'yay dedim. Alloh taolo barchamizga eshitgan, bilgan, o'rganganlarimizga amal qilishlikka tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.